bola bo'lib bir onangiz yosh bo'lsa ham, onajon, yoshligimizda qorningiz och bo'lsa ham biz sutdan chiqib hali ovqatni chaynab yeyishni bilmagan paytimizda qorningiz och bo'lsa ham bizga chaynab yedirib qo'yardingiz. Keling, mana bir marta yediray, siz ham chaynalgan narsani mazasi qanaqa bo'lishini biling deb ham ko'rganmisiz desam, bir bolaga ta'sir qilib uyga borib aytdi, aya, ha, shunaqa bir gap kelib qoldi. Ayting, nima gap? Yoshligimizda sutdan chiqib hali ovqat chaynab yeyishni bilmagan paytimizda qorningiz och bo'lsa ham bizni qornimizni to'yg'azardingiz chaynab. Keling, mana chaynab sizga bir yediray. Qo'y. Yo'q, onajon, keling. Uyat bo'ladi. Nimaga uyat bo'ladi? deb turib olsam, mayli bo'lmasam dedilar. Bo'lichka bilan deydi, pecheniyni shuni aralashtirib chaynab barmog'imga qo'yib, keling, og'zingizni oching desam, og'izlarini ochadilar. Ne solishimni bilaman. O tomoqlardan o'tdi yo o'tmadi-yu, ko'zlaridan yosh keldida. Ha, ona, nimaga yig'layapsiz, o'g'lim? Bu bo'lichka, bu pecheniydan qancha yegan bo'lsam ham bugungidaqa mazalisini yemagan edim-da. Ha, nimaga onajon? Chunki bunga sizni mehringiz qo'shilibdi degan ekan. Ana ona emas. Qilganmizmi shuni? Ana taom yedirishlik.